Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadimi? Oltin yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan pensionerlarga qanday ustama bor? Kim pulidan ayrilishi mumkin? Kim esa umuman xavotir olmasligi kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo buyimiz yoki pensiyaga yaqin qarindoshimiz bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni ortiqcha yugurtirishi, hujjat topshirishda xato qildirishi yoki haqiqatan olishi mumkin bo'lgan puldan bexabar qoldirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda murakkab pensiya masalalarini oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Yoshga doir ustama deganda odamlar ko'pincha ikki xil narsani aralashtirib yuboradi. Birinchisi, yoshga doir pensiyaning o'zi. Ya'ni fuqaro belgilangan pensiya yoshiga yetganda va yetarli ish stajiga ega bo'lganda tayinlanadigan pensiya. Ikkinchisi esa pensiyaga qo'shib beriladigan qo'shimcha to'lovlar, ya'ni ustamalar. Kompensatsiyalar, parvarish puli yoki ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan imtiyozlar. Mana shu ikki narsani ajratmasak, ustama bekor bo'lar ekan, 60 yoshdan keyin qo'shimcha pul berilmas ekan. Vaqtazimon yoshga kirsam pensiyam 2 barobar bo'ladi ekan degan noto'g'ri gaplar tarqalaveradi. Oldin ham hozir ham oddiy pensiya yoshiga yetganlikning o'zi har doim alohida ustama degani emas. Masalan, erkak kishi 6 yoshga to'ldi. Ayol kishi 55 yoshga to'ldi. Pensiya tayinlandi. Bu holatda unga asosiy pensiya hisoblanadi. Lekin faqat men 6 yoshga kirdim degani uchun avtomatik ravishda yana alohida yosh ustamasi qo'shiladi deb o'ylash to'g'ri emas. Pensiyaning miqdori asosan ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, hujjatlar to'liqligi, ayrim imtiyozli davrlar va qonunda belgilangan boshqa omillarga qarab hisoblanadi. Nima o'zgardi degan savolga kelamiz. Odamlar orasida ko'p tarqaladigan xabar shuki, go'yoki yoshga doir ustamalar butunlay bekor qilinmoqda. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Har qanday ustama faqat qonunda aniq ko'rsatilgan bo'lsa beriladi. Agar qonunda biror to'lov muddati tugagan bo'lsa, shartlari o'zgargan bo'lsa yoki odamning holati o'zgargan bo'lsa, u to'xtatilishi mumkin. Lekin bu hamma pensionerlarning yoshi uchun oladigan pullari kesiladi degani emas. Eng muhimi, har bir odam o'z pensiya ishida aynan qaysi asos bo'yicha pul olayotganini bilish kerak. Endi 60 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan odamlar nimani bilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Eng birinchi qoida. 6 yoshga kirish ko'pchilik erkaklar uchun pensiya olish huquqini anglatadi. Lekin alohida ustama huquqini anglatmasligi mumkin. Ayollar uchun ham belgilangan yoshga yetish pensiya tayinlanishiga asos bo'ladi. Lekin yosh ustamasi alohida hisoblanmaydi. Shuning uchun pensiya yoshiga yetgan odam birinchi navbatda ustama haqida emas, pensiya hujjatlari to'g'ri jamlanganmi, ish staji to'liq kiritilganmi, eski ish joylaridagi ma'lumotlar hisobga olinganmi, shularni tekshirish kerak. Misol keltiraman. Bir aka 60 yoshga kirdi. U 22 yil rasmiy ishlagan, lekin mehnat daftarchasida 1915 yildan 2001 yilgacha ishlagan davrining muhri noaniq. Korxona nomi o'zgargan. Agar u menga 60 yosh ustamasi qo'shiladimi deb yuraversa, asosiy masalani o'tkazib yuboradi. Uning pensiyasini ko'taradigan narsa bu yosh ustamasi emas, balki o'sha 6 yillik stajning to'g'ri tasdiqlanishi bo'lishi mumkin. Agar o'sha davr topilsa, pensiya miqdori sezilarli farq qilishi mumkin. Demak, 6 yoshda eng muhim ish hujjatlarini to'g'rilash. Yana bir misol. Bir opa beldak yoshda pensiya olayapti, lekin u men 6 yoshga kirsam alohida ustama qo'shiladi deb kutyapti. Men bunday holatda doim aytaman, 6 yoshga kirishning o'zi ayol pensioner uchun ham avtomatik qo'shimcha pul degani emas. Agar u nogironlik guruhi bo'yicha, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom bo'yicha, alohida xizmatlar uchun yoki qonunda belgilangan boshqa asos bo'yicha qo'shimcha oladigan bo'lsa, o'sha boshqa masala. Lekin faqat yoshning o'zi bilan alohida ustama kutish xato bo'lishi mumkin. 65 yosh, 70 yosh, 75 yosh oralig'ida ham ko'p savollar bo'ladi. Odamlar 70 yoshdan keyin pensiyaga qo'shimcha chiqadi. 71 yoshda alohida pul bor deb eshitadi. Men buni aniq ajrataman. Agar mamlakat qonunchiligida aynan shu yoshlar uchun umumiy avtomatik ustama belgilanmagan bo'lsa, bunday qo'shimcha hammaga berilmaydi. Ba'zan mahalliy yordam. Ijtimoiy himoya dasturi, homiylik, mahalla orqali bir martalik yordam, bayram puli yoki alohida toifadagi fuqaroga beriladigan kompensatsiya bo'lishi mumkin.
Lekin bu doimiy pensiya ustamasi bilan bir narsa emas. Masalan, bir boboga mahalla orqali bir marta moddiy yordam berildi. U buni pensiyaga ustama deb o'yladi. Keyingi oy pul tushmadi va ustamani bekor qilishdi deb xavotir oldi. Aslida bu bir martalik yordam bo'lgan. Pensiya ustamasi esa har oy pensiya bilan birga keladigan, hujjatda asos ko'rsatiladigan to'lov bo'ladi. Shuning uchun har bir tushgan pulning manbasini bilish kerak. Bu pensiyami, kompensatsiyami, ijtimoiy yordammi yoki bir martalik to'lovmi? Taygan yosh masalasiga alohida to'xtalaman. Ko'plab davlatlarda taygan yoshdan oshganlar uchun qo'shimcha mexanizmlar bo'ladi. Lekin har bir davlatda tartib boshqacha. Shuning uchun falon davlatda tekin yoshda pensiya 2 barobar bo'ladi. Bizda ham shunday deb xulosa qilish mumkin emas. Bizda ham taykin yoshga yetgan odamning holati bo'yicha ayrim ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari ko'rib chiqilishi mumkin. Ayniqsa odam yolg'iz yashasa, o'zini o'zi parvarish qila olmasa, nogironlik bo'lsa, doimiy parvarishga muhtojlik tasdiqlansa. Lekin bu ham avtomatik tarzda hammaga bir xil beriladi degani emas. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan pensiyasiga qo'shimcha olayotgan. Lekin bu qo'shimcha qaysi asosda berilayotganini bilmaydigan odamlar. Masalan, menga har oy asosiy pensiyadan tashqari yana bir summa qo'shiladi, lekin nima uchunligini bilmayman desa, albatta aniqlashtirish kerak. Chunki ayrim ustamalar hujjat muddati, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik, yashash holati, o'quvchisini yo'qotganlik maqomi yoki boshqa shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shart o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. Ikkinchidan, yaqinda manzilini o'zgartirganlar, boshqa viloyatga ko'chganlar, yolg'iz yashash holati o'zgarganlar, farzandlari bilan birga yashay boshlaganlar yoki nogironlik bo'yicha qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lganlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki pensiya va ijtimoiy to'lovlarda ma'lumotlar bazasi muhim. Agar hujjat eskirgan bo'lsa yoki holat tasdiqlanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Asosiy yoshga doir pensiyasini qonuniy olayotgan, ish staji va ish haqi ma'lumotlari asosida pensiyasi tayinlangan, hech qanday shartli ustama yoki muddatli qo'shimcha olmayotgan odamlar. Ularning pensiyasi yosh ustamasi bekor bo'ladi degan gap bilan o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Pensiyani bekor qilish yoki kamaytirish uchun aniq huquqiy asos bo'lishi kerak. Oddiy mish-mish asosida hech kimning pensiyasi kesilmaydi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik sezmaydigan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik masala, ustama so'zi har xil ma'noda ishlatiladi. Pensioner ustama desa, u ba'zan pensiyaga qo'shilgan har qanday ortiqcha summani nazarda tutadi. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organi esa bu summani boshqa nom bilan yuritishi mumkin. Kompensatsiya, qo'shimcha to'lov, nafaqa, moddiy yordam, parvarish puli, imtiyozli to'lov. Agar nomini adashtirsangiz, murojaat qilgan joyingiz ham sizni noto'g'ri yo'naltirishi mumkin. Ikkinchi nozik masala, 6 yoshdan yaqin yoshgacha hamma bir xil toifada emas. Bir odam oddiy yoshga doir pensioner bo'lishi mumkin. Ikkinchi odam nogironligi bo'lgan pensioner bo'lishi mumkin. Uchinchisi boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olishi mumkin. To'rtinchisi alohida xizmatlari, zararli mehnat sharoiti, harbiy xizmat, davlat mukofoti yoki boshqa maqom sabab qo'shimcha olishi mumkin. Tashqaridan qaraganda hammasi pensioner, lekin hujjatdagi asoslar turlicha. Shuning uchun qo'shnining pensiyasi bilan o'zingiznikini to'g'ridan to'g'ri solishtirmang. Masalan, 2 nafar 17 yoshli erkakni olaylik. Birinchisi 25 yil oddiy ish staji bilan pensiyaga chiqqan. Ikkinchisi esa zararli ishlab chiqarishda ishlagan, qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlari bor yoki nogironlik guruhi ham mavjud. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Birinchisi nega unga ko'proq, menga kamroq deb o'ylashi mumkin. Aslida farq yoshda emas, huquqiy asosda. Mana shu sabab ko'pchilik yosh ustamasi bor ekan deb noto'g'ri xulosa qiladi. Uchinchi nozik masala. Avtomatik qayta hisoblash har doim ham siz kutgan natijani bermaydi. Ba'zi ma'lumotlar elektron bazada bo'lsa, hisob-kitob osonlashadi. Lekin eski ish joylari, tugatilgan korxonalar, arxivga topshirilgan hujjatlar, to'g'ri yozilgan familiya, pasport almashganda o'zgargan ma'lumotlar sabab staj to'liq ko'rinmasligi mumkin. Bunday holatda pensioner menga ustama bermayapti deb o'ylaydi. Aslida esa masala ustamada emas. Hujjat yetishmasligida bo'ladi. To'rtinchi nozik masala. Parvarishga muhtojlik alohida tasdiqlanish kerak bo'lishi mumkin. Odam daktimin yoshga yaqinlashdi yoki daktimdan oshdi, lekin hali o'zi yuradi, o'zini eplaydi, farzandlari bilan yashaydi.
Boshqa odam esa 72 yoshda bo'lsam, og'ir kasalligi bor, nogironlik guruhi bor, doimiy parvarishga muhtoj. Demak, faqat yosh emas, sog'liq holati va ijtimoiy holat ham muhim. Shuning uchun tagantimga kirdim. Demak, menga parvarish puli berilishi shart degan qarash har doim to'g'ri emas. Kerakli tibbiy xulosa, ijtimoiy baholash va hujjatlar talab qilinishi mumkin. 5-nozik masala. Ortiqcha to'langan pul keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu juda muhim. Agar odam o'z holati o'zgargani vaqtida bildirmasa, masalan, yolg'iz yashash asosida qandaydir to'lov olayotgan bo'lsa, yu keyin farzandi bilan yashay boshlasa yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa, yu qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov davom etib ketishi mumkin. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa degan masala chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, davlat to'lovlarida halollik va aniqlik sizni keyingi muammolardan himoya qiladi. 6-nozik masala. Telefon orqali eshitilgan gapga ishonib qaror qilmang. Ertadan ustamalar bekor bo'lar ekan, taqidi yoshdagilarga pul qo'shilar ekan, hujjat topshirmasang ham avtomatik tushar ekan degan gaplar juda tez tarqaladi. Lekin pensiya masalasida faqat rasmiy manba, qonun hujjati, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organlari, davlat xizmatlari markazi yoki my.gov, uz kabi rasmiy kanallar orqali aniqlangan ma'lumotga tayanish kerak. Og'zaki gap bilan hujjat topshirishni kechiktirmang. Og'zaki gap bilan pulingizni talab qilishdan ham to'xtamang. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz tarkibini aniqlang. Siz har oy qancha olasiz? Uning qanchasi asosiy pensiya, qanchasi qo'shimcha to'lov, qanchasi kompensatsiya yoki boshqa turdagi yordam ekanini bilib oling. Buni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan, davlat xizmatlari markazidan yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali aniqlashtirish mumkin. Menga shuncha tushyapti deyish yetarli emas, uning huquqiy asosini biling. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, harbiy xizmatga oid hujjatlar, ta'lim davri hisobga olinadigan bo'lsa diplom yoki ma'lumotnoma. Farzand parvarishi bilan bog'liq da'volar kerak bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik bo'lsa ta'min yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari. Yolg'iz yashash yoki parvarishga muhtojlik bo'lsa tegishli ma'lumotnomalar tayyor bo'lishi kerak. 3-qadam, agar sizga ustama bekor qilindi deyishsa, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma tushuntirish so'rang. Qaysi ustama, qaysi sanadan, qaysi qonun yoki qaror asosida, qaysi shart bajarilmagani uchun to'xtatilganini aniq yozib berishlarini so'rang. Chunki yozma javob bo'lsa, siz keyin xatoni ko'ra olasiz. Yuqori tashkilotga murojaat qila olasiz. Kerak bo'lsa qayta hisoblash talab qila olasiz. 4-qadam, agar pensiya miqdori kamaygan bo'lsa, bank kartangizga tushgan summa bilan cheklanib xulosa qilmang. Ba'zan qarzdorlik ushlab qolinishi, aliment, ijro hujjati, oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish, bank texnik kechikishi yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Pensiya kamayganining sababi aynan ustama bekor bo'lgani yoki boshqa ushlab qolish ekanini aniqlang. Buning uchun pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rash juda foydali. 5-qadam. Baqqamos yoshga yaqinlashayotgan yoki baqqamos yoshdan oshgan qarindoshingiz bo'lsa, uning holatini alohida tekshiring. U yolg'iz yashaydimi? Doimiy parvarishga muhtojmi? Nogironligi bormi? Ijtimoiy xizmatga ehtiyoji bormi? Mahalla va ijtimoiy himoya ro'yxatlarida to'g'ri turibdimi? Shularni aniqlang. Bu yerda maqsad faqat pul emas. Ko'pincha keksa odamga uyda parvarish, ijtimoiy xodim yordami, dori-darmon, reabilitatsiya, moddiy yordam kabi masalalar ham kerak bo'ladi. 6-qadam, ariza yozganda umumiy gap yozmang. Masalan, menga ustam bering deb yozsangiz, bu juda noaniq. Yaxshisi shunday mazmunda yozing. Mening pensiya to'lovlarim tarkibini, qo'shimcha to'lovlar mavjud yoki mavjud emasligini, yoshim, sog'lig'im va ijtimoiy holatim bo'yicha qanday qo'shimcha to'lovlarga huquqim borligini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar aniq to'lov to'xtagan bo'lsa, faloni sanadan boshlab pensiyam kamaydi. Kamayish sababini va qaysi to'lov to'xtatilganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozing. 7-qadam, javobni kutib o'tirmasdan barcha nusxalarni saqlang. Ariza nusxasi, qabul qilingan sana, mas'ul xodimning belgisi, SMS xabarnoma, elektron murojaat raqami, bank tushumlari, eski pensiya miqdori va yangi pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotlar sizda tursin. Pensiya masalasida isbot juda muhim. Men aytgandim degan gapdan ko'ra bitta rasmiy qog'oz kuchliroq. 8-qadam, agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi
organga murojaat qiling. Avval hududiy bo'limdan yozma javob oling. Keyin viloyat darajasidagi boshqarmaga yoki tegishli respublika organiga murojaat qilish mumkin. Elektron murojaat ham qoldirish mumkin. Lekin murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Tug'ilgan sana, pensiya tayinlangan sana. Oldingi summa, hozirgi summa, qaysi hujjatlar bor, qaysi javobdan norozi ekaningiz, nimani so'rayotganingiz aniq bo'lsin. 9-qadam. Qo'shnining tajribasini maslahat sifatida eshiting, lekin huquqiy asos sifatida olmang. Chunki qo'shningiz taqozomun yoshda bo'lib qo'shimcha olayotgan bo'lsa, u qo'shimcha aynan yosh uchunmi, nogironlik uchunmi, yolg'iz yashagani uchunmi, xizmatlar uchunmi, boshqa sabab bilanmi, siz bilmaysiz. Sizga kerak bo'lgan narsa u olyapti, men ham olay degan da'vo emas. Mening hujjatlarim bo'yicha menga qaysi to'lov tegishli degan aniq tekshiruvdir. 10-qadam. Farzandlar ota-onasining pensiya ishini bir marta jiddiy ko'rib chiqsin. Ko'p keksa odamlar arxivga borishga qiynaladi. Elektron xizmatdan foydalana olmaydi. Xodimning tushuntirishini to'liq anglamaydi. Farzand yoki yaqin qarindosh yordam bersa, ko'p xatolar tuzatiladi. Ayniqsa eski ish staji, familiya o'zgarishi, korxona nomi almashishi, harbiy xizmat, zararli ish sharoiti, mukofotlar. Nogironlik hujjatlari kabi masalalarda yoshlarning yordami juda kerak. Demak, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, 6 yoshdan yaqin yoshgacha bo'lgan davrda faqat yoshning o'zi hamma uchun avtomatik ustama degani emas. Yoshga doir pensiya bilan pensiyaga qo'shimcha ustama boshqa tushunchalar. Kimningdir puli ko'payishi yoki kamayishi uchun aniq huquqiy asos, hujjat va shartlar bo'ladi. Balki men yosh masalasida ham hamma uchun bir xil avtomatik qoida bor deb o'ylamaslik kerak. Albatta holat, sog'liq, yolg'izlik, parvarishga muhtojlik va boshqa omillar tekshiriladi. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l. Mish-mishlarga emas, hujjatga tayaning. Pensiyangiz tarkibini aniqlang. Hujjatlaringizni tekshiring. To'lov kamaygan bo'lsa, yozma sabab so'rang. Kerak bo'lsa, qayta hisoblash uchun ariza bering. Shunda siz o'zingizga tegishli pulni talab qila olasiz va asossiz xavotirga berilmaysiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz 6 yoshdan oshgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Pensiyangizda ustama bormi? Qo'yzun yosh bo'yicha qanday ma'lumot eshitgansiz? Qaysi savol sizni qiynayapti? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, bobo-buvingizga, pensiya yoshdagi tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'p odamning haqqini himoya qilishi mumkin.